make it matter. Mana bugun Begobod tumanida Respublika hamda viloyat ishchi guruhlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari hamda tadbirkorlik subyekti maqsadida ro'yxatdan o'tish istagini bildirgan shaxslar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ochiq muloqotda Respublika, viloyat, tumanimiz ishchi guruh a'zolari qatnashdi. Bu yerda tadbirkorlarga 2026-yilda yaratib berayotgan imkoniyatlar, preferensiyalar, undan tashqari biznesni 15 daqiqa ichida davlat ro'yxatidan o'tkazish, davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan birgalikda elektron raqamli imzoni taqdim qilish, bank hisob raqamlarini ochish, rahbar belgilash, undan tashqari onlayn nazorat kassa mashinalari ro'yxatdan o'tkazish kabi 7 ta turdagi xizmatlarni 15 daqiqa ichida ko'rsatish masalalarini ham muhokama qildi. Hamda tadbirkorlarga 2026-yildagi yaratib berilayotgan soliq, bojxona va boshqa islohotlar yaratib bergan sharoitlar, imkoniyat haqida tushunchalar berildi va yig'ilishning oxirida tadbirkorlar bilan savol-javob o'tkazilib, tadbirkorlar berayotgan takliflar inobatga olinib va ularni qiynayotgan masalalar yuzasidan masalalar yechish imkoniyatlari hisobga olindi.